Voy, Sher, qalaysan o'rtoq? o'zingmisan? O'zgarib ketibsan-ku. Bormisan? Ol. Nima bu? Qandoyringni berchi? Shuni ko'rsan asabim zilatdi. Nega? Oldin to'ylarda birga chalib yurardik-ku maza qilib. To'g'risini aytsam, meni ham jonimga tegdi shuni taqillatib yurish. Nolimayman, to'g'ri, qora qozonni qaynatib turishga yetadi. Men ham mamnaqa mashinalar olgim keladi-de. Senda ko'ryapman, hammasi zo'r. O'rtoq, meni ham yoningga ol. Childirma chalish jonimga tegdi, to'g'risi. Nimadirlik bo'lib qolay. Nabrotli ishte. Pulimom? 1200 bor. To'yimga deb yig'ayotgan pulim-da. Amalasi bo'ladi. 1200 bilan boshlasa bo'ladimi? Nomerim yozib ol. Alo. To'lqin aka, assalomu alaykum. Aka, ko'rishsak bo'ladimi? Gapim bor sizda. Tinchlikmi? Kech bo'lganda? Aka, bitta iltimos bilan keldim. To'yni surish iloji bormi? Nimaga? Arzirli sababi bor-da, aka. 10 kun qoldi-ku. Voy! Voy! 1200 ni 2,5 qildingmi? O'rtoq, shuni 3000 qilaylik. Sopini bo'l. Bu senga childirma chalishmas. Bugun ketadi. Sizdan bekitadigan gapim yo'q. Akam deysiz. Xullas, to'yga deb pul yig'ib qo'ygan edim, hamma narsam tayyor edi. Ha. To'ying yetadigan pul ishladik. Faqat o'z boshimchalik qilib o'zing o'ynab qo'ymagin, ha? Xo'p. Ketdi. Tinchlikmi? Oqdingmi? Hamma puling ketdimi? O'rtoq, iltimos yordaming kerak. Nima qilaman, o'rtoq? Nima qilaman, nimadirda, o'rtoq? Men senga aytganmidim, sopingni bilgin deb. O'rtoq, to'yimni puli edi. Ozgina pul ber, tur qaytarib oling. Iltimos. Surbotda. O'rtoq. O'zim ko'rinmadi o'nga. Keling aka, nima xizmat ekan? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Shu yerda doirachilar bo'larmidi? Yopib ketdi-yu, vaqtli ketishdi. Yopib ketishdim. Nima xizmat edi? Mana shu doirani sotishga olib keldim. Agar tushunsangiz, o'zingiz olib qolamizmi, aka? Ozgina pul zarurligi. buni? Imkoni bo'lsa-da. Ya, assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum. Dostlar aka, yaxshimisiz? Tuzumsiz? Siz adammi, shogirdlar edingiz shakili? Ha. Yaxshimisiz? Tuzumsiz? Ha, rahmat. Qani, O'z kelingchi. tuzumsiz. Keling, o'tiring. Tinchlikmi? Nimaga sotyapsiz bu doirani? Onlayn internetda pul tikib o'ynaladigan o'yinlarga hamma pulimni yutqizib qo'ydim. Shu pulni yig'gunimcha shu to'yni surish iloji bormi? To'yni surolmayman. To'xtata qolaman. Yaxshiyam basharangni to'ydan oldin ko'rsatding. Senga beradigan sinim yo'q. Aka, bilmasdan kirib qoldim. Ahmoqlik qilib qo'ydim, do'ston aka. Otingiz o'rgatgan
guldek hunarim bor edi. O'shandan pul topib, rizqimni terib yurdim. Bor budimni yo'qotib, qarzga kirib ketdim. Shu doiradan boshqa sotadigan hech narsam qolmadi. Otam rahmatli bizani bir san'atkor bilan 45 yil doira chalib shu holatgacha olib keldilar. Kam bo'lmadik. Otam rahmatli bir gapni ko'p etardilar. Doira burchaksiz bo'ladi. Lekin uni cheksiz aylanasi bor. Chegarasi aniq. Doira mukammallik timsoli. Qanoat ham xuddi shunaqa. Cheksiz orzularning ichida chegarani bilish ham, boriga shukr qilish ham bir san'at. Doirani yaxshi chalolmagan vaqtingizda otam sizga nima derdilar? Boshqatdan boshla. Bo'lmasa boshqatdan boshlang. Qanoat bilan nafs doira kabidir. Kim undan tashqariga chiqsa halok bo'ladi.